좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da 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 da. Okay, how are you guys? Assalomu alaykum everyone. How are you guys doing? Demak, bugun bizlarda 7-darsimiz bo'ladi va har doimgidek bomba lessonni atamiz va bomba narsalarni o'rganib chiqib ketasizlar videodan, okay? So, ko'p kuttirib o'tirman. Let's get into the lesson. So, what's good, bro? Yeah, what's good? What's good, Tommy? You good? Okay. So, demak, bugun bizning 7-darsimiz va o'z vaqtingizni ilm olish uchun sarflayotganingizdan juda xursandman. Hozirgi kunda ko'pchilik Instagram ko'rayotganda, TikTok ko'rayotganda, YouTube'da bema'ni shortslar ko'rayotganda, siz shu vaqtingizni ilm olish uchun, o'zingizni o'stirish uchun sarflab turganingizdan juda ham xursandman. Bu uchun sizga 5 baho. Okay? You see this puppy? This puppy is proud of you. Yeah? Okay. Alright, so bugun legendary listening darsi bo'ladi. Legendarniy listening darsi bo'ladi, legendary emas. Listeningda 100% tushishi aniq bo'lgan savol turini o'rganib chiqamiz. Bu bizda matching information. O'zi inshorda so'rajak edim, bu 100% tushadigan savol turi nima deb o'ylaysizlar? Da, to'g'ri. Bizlarda matching information real examlaringizda 100% tushadi testingizda. Bu degani nima ekan? Bu degani matching informationdan qochib o'rmay, o'rganib qo'yishimiz kerak ekan degan. Shunda real examda bomba atib ishlab chiqib 9 olamiz listingni, okay? So, demak, bugun bizlarda matching information bo'ladi ekan. Lesson structure qanaqa bo'ladi bizlarda? Birinchi match information, umumiy ma'lumot. Match information haqida umumiy ma'lumot olamiz. Undan keyin o'zbek tilida matching practice etamiz. Yaxshilab tushunib olishlaringiz uchun yanada ko'proq o'zbek tilida practice etib ko'ramiz. Undan keyin proven strategy o'rganamiz. Shu listingda yoritib tashlash uchun kerak bo'lgan strategy. Undan keyin real practice etamiz va oxirida homework bo'ladi bizlarda. Let's do this. Yeah, let's do this. Okay? So, let's go. Demak, part 1 birinchi umumiy informatsiya bizlarda. Match information ikkita informatsiyani bir-biriga ulash degan gap. Ya'ni bizlarda bakda informatsiya talanib turadi va bakda ham talanib turadi. Bizlar vazifamiz shu ikkisini bir-biridan ulab chiqish. Masalan, bizlarda maktabda bo'ladi-ku shunday. Masalan, bakda ABCD deydi, bakda ABCD deydi, bir-biridan bunday tirib ulab chiqamiz. Yoki hayvonlar bo'ladi. Hayvonlarni yarim, masalan, otni oyoqlari bakda, kalasi bakda, mushukni dum bakda, kalasi bakda, shunday bir-biridan chizib ulab chiqish kerak. Qaysi bir ekan. Bizlarda matching information xuddi shunday, birgina farqi chizimiz. Prosta ABCD harflar bilan belgilaymiz ekan. Okay? That's it. That's the whole idea. Prosta ikki dona informationni bir-biriga moslab chiqamiz. Bu bo'lishi mumkin. Bizlarda qanaqa informatsiyani moslashimiz mumkin? Matching names, ismlarni moslashimiz mumkin. Matching places, joylarni bir-biriga moslashimiz mumkin. Yoki matching job descriptions, kasblarni bir-biriga joylashimiz mumkin. Masalan, har kuni kechasi mijozlar ketgandan keyin idishlarni yuvadi. Bu bizlarda nima bo'ladi? Masalan, bu bizlarda waitress bo'ladi. Kim yuvadi idishlarni restoranda? Xuddi shu odam bo'ladi, короче. Undan keyin matching items, narsalardan bir-birini matchlashimiz mumkin. Yeah, xuddi shunday bo'ladi bizlarda. Bundan ham matchlab tutib to'ylarni xuddi shunday. The reason these toys are critical as kids. Tushunmaganlar uchun nima uchun shunday o'yinlarni yosh vaqtingizda o'ynashingiz kerak deb qo'ydi va pastda ayolni ko'rsatib qo'ydi. Yeah. Bu o'yinlarda o'ynamaganda shuning uchun bilmaydi o'tdi. Qarasi ham sig'maydi. Laugh. Okay. Audioda to'g'ri informatsiyani topib, uni savoldagi so'zlar bilan bog'lashimiz kerak. Audioda bizlarda ma'lumot aytadi, shuni savoldagi bilan bog'laymiz. Bo'lgan. That's it. That's the whole idea, bro. Demak, endi match information desa, kalangizdan o'sha yo'lda olib kelaverasizlar. Mashina mattress sig'dirib turgan yo'l. Okay? Divan menimcha mattress emas. I don't know. Part 2 demak, birinchi o'zbek tilida endi practice etib ko'ramiz, okay? Demak, bizlarda mavzusi nima ekan? Узкий kruг va ularning telefon o'yinlari degan ekan.
Okay? Bizlardan ham IELTS guruhida ichida узкий кругlar bilan boshqa o'quv markazida bo'ladi-ku shunday узкий кругlar. Qizlarda bir krugi bo'ladi, bolalarda krugi bo'ladi. Bizlar ham shu onlayn ta'limdan ham shunday edik. Hozir masalan guruhda o'qitibmizlar. 2-3 bola yoki 2-3 qiz birga bo'lib узкий круг nima aytibamiz? Keyin shu узкий кругlarning ichida belashib okay? Demak, bizlarda optionlar Survey Surfers bor va ularning telefon o'yinlari haqida ekan, okay? Qanaqa telefon o'yinlari bor ekan? Survey Surfers, PUBG, Counter Strike, Free Fire bor ekan. Bizlarda Jamshid, Xushnud, Samir bor. Shularning har birini o'ynashni topishimiz kerak ekan. Okay? Audioni hozir demak qo'yaman va audioni qo'ygandan keyin sizlar topishlaringiz kerak. Jamshid qaysi o'yin o'ynaydi, Xushnud qaysi, Samir qaysi o'ynaydi. 3 dan 3 topgani oxirida sovg'a bor bizlarda, okay? Hozir audioni qo'yaman, javoblaringizni kommentariyga yozasizlar va kim 3 dan 3 topsa, shuna sovg'a bor bizlarda, okay? Demak, audioni ochdim. Tak, hozir ochib turibdi. Internet past bo'lgani uchun yaxshi ishlamay turibdi. Endi ozgina kutasizlar, men yashab turgan yerda internet yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun sabr. Okay, ochdi. Demak, audioni qo'yaman, tayyor bo'lsangizlar ketdi. Assalomu alaykum. Siz bizning узкий круг va ularning telefon o'yinlari nomli audiomizni eshityapsiz. Audioni eshiting va savollarga javob bering. Salom Xushnud, nimalar qilyapsan? Hey, salom Jamshid, ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Sen Samirni tanidingmi? Voy Samir, oldinlari sen bilan ko'rishgandik-a? Ha, ko'rishgandik. Mening ismim Jamshid. Jamshid, sen hozir nima o'yin o'ynayapsan? Men oldinlari Free Fire o'ynashga o'rgangan edim. Lekin hozir PUBG o'ynayapman. Chunki u menga juda ham yoqadi. Lekin Counter Strike ham o'ynashim mumkin kelajakda. Xushnud, o'zingchi nima o'ynamoqchisan? Men Survey Surfers o'ynayman, boshqa hech qanaqa o'yin yoqmaydi. Balki Free Fire'ni o'ynashni ham o'ylab ko'rarman. Oldinlari PUBG ga ham o'ynaganman lekin. Samir, sen nima o'ynaysan? Bizda faqat birgina o'yin bo'ladi, Counter Strike. Counter Strike'dan boshqasi bir ting. Lekin men baribir Counter Strike o'ynamayman. Men Free Fire o'ynayman. Okay, javoblarni aytinglar. Bizlarda audioni to'xtatmoqman. To'xtatdim. Okay, javoblarni aytamiz. Jamshid bizlarda PUBG edi, badi. Xushnud bizlarda Survey Surfers edi. Samir bizlarda Free Fire edi, deyadi. Okay, tushunmagan bo'lsangiz audioni orqaga qaytib yana eshitinglar. Demak, 3 dan 3 topganlar bormi bizlarda? B edi. Bad, yomon degan so'z gap chiqib ko'rdingizlarmi? Bad da tutdi, yomon da tutdi. Bu bilan nima signal berib tutdi? Telefon o'yinlarini o'ynash yomon da tutdi. Okay, agar 3 dan 3 topgan bo'lsangizlar, priz bor doim, priz nima bizlarda? Bizlarda priz tak. Bizlarda priz hozir shu videodan tenda silka bor. O'zimni nikimni yozib qo'yaman yoki adminni niki bo'ladi. Shuna Telegramdan o'tib yozsangizlar va ananas degan so'zni yozib qoldirsangizlar, meva bor-ku, ananas. Xuddi shu so'zni yozib qoldirsangizlar, sizlarga kurslar uchun 30% chegirma aytib beradi birinchi oy uchun. Bu mendan sizlarga abdushiy sovg'a. Okay. Endi ma'nosini tushundingizmi? Shunchaki audioni eshitasiz va ma'lumotlarni bir-biriga bog'laysiz. That's it. Audioni eshitdik va hozir kimni o'ynashini bir-biridan bog'lab chiqdik. Bo'lgan. Shu bizlarda matching bo'ladi. O'zi matching degan ma'nosi matching degan bir-biridan bog'lash degan. Masalan, YouTube'dan ham ko'p videolar matching singles dedi, matching gym guys dedi, matching couples dedi, ana shunday. Dating showlar bor-ku. Xuddi shundayda. Okay. Endi proven strategy. Proven strategy nima uchun kerak bizlarga? Hozir o'zini ham ishladik bu stratejiyasiz. To'g'ri ishladik, lekin bu o'zbek tilida osanadi bu. Ingliz birinchidan
IELTS'da ingliz tilida bo'ladi va uzunroq bo'ladi va akademik mavzuda bo'ladi. Shuning uchun qiynalishlaringiz mumkin. Shu sabab matchingni strategiyani o'rgansak anchagina oson bo'ladi. Tak, nima haqida ekanini o'qib oling. Birinchi mavzusini o'qib olishimiz kerak. Masalan, bundan orqasida узкий kruг va ularning telefonlari. Okay. Bundan keyin nechta savol va option bor ekanini o'qing. Tak, bizlarda 3 dona savol bor, 4 dona option bor. Bu degani 1 dona option ortiq qoladi degan. Okay. Box ichidagi optionlarni o'qib, keywordlarni highlight qiling. Shunday boxni o'qib, keywordlarni highlight eting deydi. Hozir bizlarda ko'p so'z yo'q, shuning uchun highlight etish shart emas, lekin ba'zi ularida uzun bo'ladi. Masalan, job descriptionlarda har kuni ertalab va kechqurun restoranlarni tozalaydi yoki bo'lmasa har kuni obeddan kechgacha yangi odamlarga qanaqa qilib shug'ullanishni o'rgatadi trener masalan. Xuddi shunday uzun yozgan bo'ladi, shu vaqtda highlight etishimiz kerak bo'ladi, okay? Bunday qisqa bo'lsa aytish shart emas. Keyin pastdagi optionlarni ham bir o'qib qo'ying. Highlight qilish shart emas. Shunday bularni o'qib highlight etgandan keyin pastdagilardan biri o'qib qo'yamiz. Nima uchun pastdagini highlight etish shart emas? Chunki bu ko'pincha juda ham qisqa bo'ladi. Okay, undan keyin audioni eshiting va javoblarni bir-biriga match qiling. Muhim qoida. Shu muhim qoidaga e'tibor beringlar, bu juda ham muhim. Chunki ismi muhim. Okay. Audioni eshitish davomida tekstni o'qimang. Shunday audio ba'zilashadi. Savollar ko'rib chiqadi. Undan keyin audio qo'yilganda audio aytib turadi, yana ham savollarni o'qib o'tiradi. Hozir ish javob chiqadi deb o'qib o'tiradi, lekin topolmaydi javobni. Nima uchun? Chunki inson ikkalasi bir ma'lumotni ham o'qib, ham eshitib bilmaydi. Ikkisini bir vaqtda ichida aytib bilmaydi. Unutib beradi shuning uchun. Shu sabab sizlar ham o'qib, ham eshitishlaringiz kerak emas. Birinchi o'qib, keyin kalangizda qo'yib, keyin eshitib o'tirish kerak. O'qimay, to'liq eshitib, okay? Bo'lmasa bo'lmaydi. Shunchaki audio boshlanishidan oldin o'qib esingizda qo'ying xolos. Agar esimdan chiqib ketadi deb o'ylasangiz, bitta javobni topgandan keyin keyingi keywordni tezda o'qib qo'ying. Audioda bor e'tiborni bering. Masalan, men o'xshab eslaringizda ko'p qolmagan bo'lsa, shunday birinchi Jamshid degan masalan kelda qo'yib o'tirasizlar. Jamshid aytib olsanglar, hozir javobini aytadi deysizlar. Javobni aytgandan keyin darrov belgilasadan keyin qarab qo'yasizlar. Xushnut aytgansiz, okay? Deb xushnutni eshitib o'tirasizlar. Xushnut javobini aytgan ham darrov belgilab, keyingisini qarab eshitib o'tirasizlar. Endi tekstni o'qiy o'tirmanglar. Audioni eshitish davomida bu juda ham yomon. Okay? Har doim aytgandek, listeningda eng asosiy narsa bu listening comprehension. Shu sabab bu skillni oshirishni unutmang, okay? Listening comprehension juda ham muhim zarda. Okay, keyingisi. Part 4 practicing bizlarda. We practice from the real stuff as always. So proud of me, so proud of myself, yeah? The GOAT, that's the GOAT. GOAT, greatest of all time, which is me. Yeah, okay. Was that cringe? I don't know, you tell me. Okay. Oops. Okay. We practice from the real stuff, so let's go. Tak. Let me open Telegram. Tak, IELTS Moggers materials. Listening test. Okay, qaysi listening test ishlaymiz? Matching ko'pincha nechada bo'ladi? Ko'pincha section 3 da bo'ladi. Va 2 da. Course details degan bor ekan. Buni ochib ko'ramiz. Open. Section 3. Bizlarda ham xuddi shunday matching savol turinglar bizlarda. Choose 3 letters A till G which 3 company courses must be taken. Ya'ni qaysi 3 dona company'da kurslari olinishi shart dedi. Bu ham bizlarda matchingini no'ni match etish kerak.
Bizlarda 3 tane olinish shart bo'lgan kurs bor, shuni topishimiz kerak. Buni ishlab ko'ramiz, ishlatamiz. Yoki boshqa chorakni ishlab ko'ramiz. Can you compete? Now it's your time. Baby, I don't need to learn my lesson twice. Start this when you can. Tak. Ha, ena bizlarda matching bor ekan bu yerda. Matchingni hozir o'zimiz ko'rgan turdagi savol turi. Demak, ishlatishimiz kerak. Proven strategy'ni qoidalarini ko'rib chiqsak. Birinchi nima haqida ekanini o'qib oling. Okay, nima haqida ekan bu? Tak, volunteers. Did in which ways are ward volunteers expect to help patients at lunchtime? Okay, which aspects, demak savolda o'qisak. Which aspect of volunteering does each of the following volunteers comment on? Okay, مشات highlight etaradik. Choose 6 answers from the box and write the correct letter ATLH. Demak, 6 dona javob topishimiz kerak ekan, ya'ni shu volunteeringni qaysi aspektini har bir volunteer aytgan. Ya'ni bizlarda endi volunteerlar bor, Chris bor, Shahin bor, Locke bor, Stephen bor, Magda bor, Richard bor. Shular har biri o'zini volunteering etgani haqida bir fikr aytib ketgan. Masalan, being welcomed by patients. Patientlarda hammasi welcome etib olgan. Ya'ni xushmuomalalik bilan kuzatib olgan yoki feeling part of a team, jamoani bir qismi bo'lganini his etish. Shu narsalarni aytib o'tgan har biri qaysi biri shu gapni aytganini topishimiz kerak. Yana aytganimdek, box ichida uzunroq so'zlar bor. Endi bu yerda highlight etishimiz kerak deydi. Okay. Aspects of volunteering o'qib ko'rsak. Welcomed by patients. Okay. What the fuck? How do I highlight this? Oh my god. Is this thing broken or something? Okay. Так, welcomed by patients bar. I hope you guys don't mind this. Hozir highlight etib qo'ydim. Ular ham qiyinroq etadi degan testimiz. Praktikada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi dedi-ku. Let's go. Welcomed by patients, ya'ni hamma kasallar yaxshi kutib oldi. Feeling part of a team. Jamoani bir qismi bo'lib hisatish. Gaining self-confidence, o'zina bo'lgan ishonchini ortishi. Having a regular routine. Odatiy hamma qatori rutin bo'lishi. Rutin degan bu kun tartibi. Having expert support, expertlardan yordam olish. Hearing about patients' lives. Patients, shu kasalxonadagi odamlarni hayotlari haqida eshitish. Seeing patients get better. Patientlarni yaxshilashganini ko'rish. Understanding patients' needs. Patientlarni nima kerak ekanini tushunish. Okay? So, odamlar Chris, Shahin, Locke, Stephen, Magda, Richard. Okay, boshqa steplar kerakmadi bizlarga. Okay, kerakmasa, muhim qoidalar eshitib turgan davomida tekstni o'qib o'tiramiz. Hozir tekstni o'qib bo'ldik. Endi bo'ldi shu. Boshqa o'qimiz. Demak, birinchi Chris bizlarda audioni qo'ysam. Bu passage tugmadi. Da passage to. Qaysi biradi u? This is The job. it's as an assistant. The man says the job is an assistant at the garden centre. So, Which one there? Yes, that's also part of the job. And in addition, yes, but that isn't essential. Okay. That's ongoing in financial year. Endi aytadi o'xshab. Eshitgan. This is now taking- turn to section 2. In this section bo'ya. Good listening skills. But by volunteering here, I'd like to read you some Now listen and answer questions 15 to 20. Okay.
Başlayış örneğine. Let's go. It's taking forever, man. Now listen and answer questions 15 to 20. Chris Prince. Now I'd like to read you some comments from several of our volunteers who have been coming here for anything from 6 months to Ayol aytdi, hozir volontyorlarimizdan kommentlarda o'qib beraman dedi, ya'ni fikrlarini o'qib beraman dedi. Bu degani hozir shu ayol hamma javoblarni aytadi degan. Shunday audioda javob kelmasa ham har bir gapni o'qib tushunib o'tiringlar, bu juda muhim. Bo'lmasa adashib ketasizlar. Nera gap turgan. 10 or 11 years. Chris wrote, I'd never had much education and didn't feel I had any real skills or talent. But by volunteering here, I discovered that I can make things better for people while they're in hospital. That made me realize I was capable of doing something useful. A volunteer That made me realize I was capable of doing something useful. Bu meni ko'zim ochdiki, men foydali narsa atiblar ekanman deb tutdi. Bu degani u bizlarda o'zina bo'lgan ishonch kirdi degan emas bizlarda. Gaining self confidence bo'lan bizlarda. Boshqa birisi to'g'ri kelgan ekan, boshqa birisi to'g'ri kelgan bizlarda. Gaining self confidence. Demak, C. Okay, keyingisi. Shaheen edi keyingisi. called Shaheen. She told me that she's always been keen to learn about other people, and she loves sitting by a patient's bed and listening to their stories about what they've done and where they've been. She's fascinated by how different people's experiences can be. Okay. Hozirgina süt o'chdi. But okay, 16 ham ko'raylik. Süt o'chgan bo'lsa ham keyin süt yog'andan keyin davom etamiz. Demak, nima dedi? Odamlar fikrini eshitishni yaxshi ko'raman dedi. Agar bilgan bo'lsangiz, bu nima bo'ladi bizlarda? Bu bizlarda hearing about patients' lives bo'ladi. Ya'ni F bo'ladi bizlarda. Javoblarni tekshirib olsak, op, submit test, ikkisi to'g'ri ekan, ikkisini ishladik o'zi. Bu degani, part 2 dan ondan ikkisi, ya'ni ikkisini ishladik. Let's go. We ate that shit. Va afsuski svet o'chdi. Nu o'zi shu bilan ham practice tugadi bizlarda guys. Har doimgidek 2 soat ishladik. Shu bilan practice tugadi. Hozir qorong'i bo'lsa ham alashtirmaysizlar deb umid etaman. Let me do this. Okay. Endi ko'rindimi? Alright, so nima etdik? Practice etdik. Endi homeworklarni ko'rib o'tsak. Homeworks. Do 3 listening multiple choice questions and analyze. 3 dona listening multiple choice savol turini ishlaysizlar va analiz etasizlar. Hozir o'zingiz ishlaganda deb ishlaysizlar. Agar strategiya yodingizdan chiqib ketsa, prosta o'qib olasizlar yana. Do 2 reading passage 1 test and analyze. 2 dona reading passage 1 test ishlaysizlar va analiz etasizlar uni. Readingni ham unutib qo'ymaslik kerak. Keyin daily tasklar bor bizlarda. Read at least 10 pages of book. Kunina kamida 11 kitob o'qisizlar. Watch one show or a movie. Kunina bir dona serial yoki kino ko'rasizlar. Okay? So, nima deyman? Taslim bo'lmanglar, har doimgidek o'qishda davom etinglar. Qanchalik qiyin bo'lsa ham davom etsangizlar. Shunday bir qoida bor, Alex Hormozidan ko'p aytadi, shu Alex Hormozi xuddi shu qoidani. Agar bitta ishni dedi, to'xtamay aytadigan bo'lsangiz, qanchalik fail bo'lsangiz ham, qanchalik qiyin bo'lsa ham, har kuni to'xtamay boshqa odamlardan juda ham ko'p aytadigan bo'lsangiz, sizni g'olib bo'lmasligingizning imkoni yo'q dedi. 100% g'olib bo'lasiz shu ishda dedi. Agar kimdir kelib miltiq bilan o'ldirib ketmasa dedi. Shuning uchun to'xtamanglar. Bilinglarki, har kuni ko'p practice etib to'xtamay aytadigan bo'lsangizlar, 7+ olmasliklaringizning imkoni yo'q. Bu imkonsiz narsa, okay? 7,5+ odamlar kuniga 2 soat o'qigan bemalol o'tirib. Men 8 ni kuniga 2 soatdan ko'p o'qimaganman olgan vaqtda. Shuning uchun taslim bo'lmanglar, o'qishda davom etinglar va bilinglarki, qattiq o'qisangizlar albatta natijaga erishasizlar, okay? Har doimgidek taslim bo'lmanglar. As always, I love you guys. Bu safar qo'lim barga qismi yo'q. Telefon ushlab tutib alashtirmaysizlar.